Men Norin tumani Uchtepa qishlog'i 42-o'rta ta'limda biologiya fani o'qituvchisiman. Mana navbatim kelib, shu pedagogik mahorat markaziga mahoratimizni oshirish uchun tashrif buyurdik. Bu yerda bizda hujjat ishlarimiz ham nihoyatda tez onlayn qabul qilindi. Hech kimda muammolar bo'lmadi. Hamma guruhlar nihoyatda faol tashkil qilindi. Hamma auditoriyalar har bir fanlarni taqsimoti nihoyatda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Darslar ham, o'qituvchilar ham nihoyatda bilimli. Men mana 5 yil oldin malaka oshirgan bo'lsam, har bitta fanga o'ta mahoratli, o'z kasbini ustasi pedagoglarni jalb qilishgan. Hamma o'qituvchilar, hammamiz birdek xursandmiz. Bu yerda biz bilimimizni oshiryapmiz. Nimanidir o'rganyapmiz. Kelajakda bu ta'limda rivojlanish uchun bu pedagogik mahorat markazi eng muhim omil sifatida xizmat qiladi. Ana endi bu yerdagi sharoitlar, qulayliklar nihoyatda yaxshi yaratilgan. O'quv bo'limlari, o'qituvchilarda bir-biriga bo'lgan oqibatlari nihoyatda chiroyli yo'lga qo'yilgan. Endi ozgina kamchiliklar to'g'risida ham gapiraman. Shu tushlikka tushadigan payt hamma bir paytda tushiladi. O'qituvchilarda harakatlanish zinasida tiqilish paydo bo'lyapti. Mana shularga ham oldini olinsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Mana shu pedagogik mahorat markaziga, rahbarlariga, ped xodimlariga, mana ustozlar nomidan mana shularga ishlariga omad. Bundan-da mana shu pedagogik markazini rivojlantirishda ularga kuch-quvvat tilayman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.